Chirimoy давление degani nogiron degani. Bu butun umrga ketadi. Buni davolab yuboradigan kasallik emas bu. Chirimoy давление bu miyada suyuqlik saqlaydigan bo'shliqlar bo'ladi. O'sha bo'shliqlarda suyuqlik ishlab chiqariladi. Orqa miya suyuqligi, bosh miya suyuqligi ishlab chiqarilib, so'rilib turiladi. Normada ishlab chiqarish bilan so'rilish teng bo'lishi kerak. Qachon miya shamollasa, masalan, meningit bo'lsa yoki qanaqadir ikkilamchi lo'r a'zolaridan boshga o'tib ketsa, har xil holatlarda suyuqlik ishlab chiqarilishi ko'payadi va so'rilishi normada yoki kamayib borishi mumkin. Bunaqa paytda suyuqlik ko'payib borgan sari miyani ichkaridan tashqariga siqishi boshlaydi. Bosh qattiq suyak bilan o'ralgan. Suyakni yorib chiqolmagandan keyin bosh shunaqangi kuchli og'riydiki, boshni qayerga qo'yishni bilmay qoladi kasallar. Yosh bolalarda shunaqa bo'lsa, suyaklar yumshoq bo'lgani uchun boshi kattalashib ketadi. Bizda yosh bolaga ham chirimoy qo'yadi, yoshi kattalarga ham chirimoy qo'yadi. O'shaning uchun neyroxirurglar chirimoy давление aniqlangan bolalarda yoki yoshi kattalarda shlanka qo'yib, o'sha suyuqlikni chiqarib turadi tashqariga, o'shanda yengil tortadi kasal. Chirimoy давление diagnozini qo'yish uchun alohida puxta tekshiruvlar o'tkazib keyin qo'yiladi. 99% holatda esa chirimoy давление oshmagan bo'ladi. Bosh og'rig'i bo'ladi, lekin hammasi joyida bo'ladi.